Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Dontech firmasidan sushilka для фруктов, овощей и мяса, ya'ni 3 ta narsani quritish mumkin bo'lgan sushilkani ko'rib chiqamiz. Bu yerda degidrator ham deyishadi buni. Bu apparatimizda 6 ta paddondan iborat bo'ladi. Komplektatsiyasida 3 xil paddoni chiqadi. Bu paddonlarning ichiga hop, bu yerda anaqa plastik setkasi chiqadi. Ko'rishingiz mumkin 6 ta. Pastilar uchun, jemlar uchun mana shunaqa 6 ta o'zini padnasi chiqadi va 6 ta o'zini shunaqa setkasi chiqadi. Bunda bizni bugun test qilib, go'shtni sneklar qilishadi-ku, shunaqa qilib sushoniy go'sht qilib ko'rsatamiz sizlarga. Hop, bu apparatimizni 1 soatdan 24 soatgacha qo'yishingiz mumkin vaqtini. Gradusini bo'lsa 35 gradusdan boshlab turib 75 gradusgacha ko'tarishingiz mumkin bo'ladi sensorni. Buni bitta ahamiyat beradigan joyi, poni korpuslari metaldan qilingan bo'ladi, sifatli nerjaveyka bo'ladi. Ichlaridagi graduslari, termostatlari hammasi zo'r bo'ladi. Xullas, Catstonning bozorda bor degidratorlarning ichida eng yaxshisi ham bo'ladi. Bu to'liq 2 yil kafolatga ega. Bu mahsulotimizni Dontech firmasiniki hisoblanadi. Bugun sizlar bilan shu mahsulotda kurinni, ya'ni tovuqdan go'shtli sneklar tayyorlashi va retseptini ko'rsatamiz. Apparatimizni test qilamiz. Qani ketdik. Tovuq filesidan go'shtli snek tayyorlash uchun birinchi bo'lib tovuqni choperimiz ichiga solib oldik va bizga kerak bo'ladi 0.75 murch, qora murch maydalangan solib olamiz. Choy qoshiqda quritilgan chesnok solamiz. Bu go'sht mazasini ochib beradi va o'ziga yarasha ta'm qo'shib beradi. Biz bittasi 3 qoshiq bo'lganda, Abdulla. Bor. Bitta pochka qo'shib yuborish kerak ham bo'ldi. Qo'shamiz 1,5 choy qoshiq. 1,5 choy qoshiq shakar qo'shib yuboramiz. Tapga qarab tuz qo'shamiz. Biz 2 ta choy qoshiq tuz qo'shib yuboramiz. Tuzni endi o'zingizlarning tabiiyligiga qarab qo'shib yuborasizlar. Choperimizni maydalab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, mahsulotlarni terib oldik. Tayyor farshimizni bu yerda mana shunday holatda palasa qilib, uzuncha qilib terib chiqqanmiz va endi buni yoqamiz. 5 soat vaqtga qo'yamiz va gradusini 75 gradusga qo'yib qo'yamiz. Bu sizlar uchun momentda o'tib ketadi, rezultatni ko'rasizlar. Mahsulotlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda mana bitta listini olamiz. Hammasi mana sushoni tayyor. Qaranglar, bittasini olasiz. Bunda bo'lib turib yeysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishingiz mumkin, shuncha tayyor mahsulot chiqdi. Bu hammasi quritilgan tovuq go'shti, pishgan, tayyor holda, охотничий kalbasiga ham o'xshaydi. Buni yeb yurganlar biladi. Agar siz quritilgan go'sht mahsulotlarini shunaqa holida yeyish yaxshi ko'rsangiz, bu vashshi zo'r narsa. Buni bemalol xalabniga otib qo'yaverasiz, surugi ancha bo'ladi, anchaga yetadi. Tabiiy, misol xohlagan paytingiz bitta olib
yeyaverasiz. Undan tashqari mevalarni, sabzavotlarni hammasini quritishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa sizni kutib qolamiz.